To'rt cho'ng xalifa davriga umumiy nazar. Har bir millatning o'ziga xos tarixi bo'lib, millatning avlodlari har qanday bir shaklda u tarixni yozib chiqadi. Tarixini yozgan vaqtda agar ba'zi xatoliklarni o'tkazib qo'ysa, kitobxonlarning xato tushunib qolmasligi uchun tarix yozilgan davrning shart-sharoitlarini tushuntirib, izohlab qo'yish orqali o'z vazifalarini to'g'ri va durust tamomlaganligiga o'z ko'ngillarida qanoat hosil qiladi va xalqning nazarida rostchil tarixchi bo'lib hisoblanadi. Buning turtkisida keyingi avlodlar o'zlarining esil bir millatning nasabidan ekanligini his qilishib, o'tmishidan va ajdodlaridan faxrlanadi. Xatoliklardan dars va ibrat olib, o'zlarining shu xatoliklarni o'tkazib qo'yishidan hazar aylaydi va millatining sog'lom davomlashishiga tirishchanlik ko'rsatadi. Shundaqla kelajak nasllar o'z millatining ulug'ligini isbotlash uchun o'z ajdodlarining shonliq tarixini nihoyat dabdabali qilib ko'rsatishga tirishadi. Shu orqali tarix ajdodlardan avlodlarga qoldirilgan meros sifatida davomlashadi. Islom ummatiga kelsak, shunisi echinarliqki, bu ummatning tarixi keyinchi o'ttirga chiqqan, ko'z qarshi o'xshash bo'lmagan har xil guruh va mazhablarning ziyonkashligida bakmo burmilib etildi. Chunki bu jamoatlar har doim bir-birini qarlab, boshqani ayblab, o'zini haqli ko'rsatishga, o'z muratlarining ustunligini, o'zlarining to'g'ri yo'lda, boshqalarning bid'at ekanligini isbotlashga urinmoqda edi. Ana shu sababdan bu ummat ulug'larining tarixida nihoyat cho'ng yuchuq paydo bo'ldi. Keyincha oralardagi ayirmachilik sababidan maydonga kelgan qurolliq to'qinishlarda nihoyat og'ir jinoyatlar yuz berdi. Bu to'qinishlar shu darajada ko'payib ketdiki, islom tarixi bu to'qinishlarda maydonga kelgan qonliq voqealarning tarixiga aylanib ketdi. Uning ustiga keyingi tarix kitoblarida bu voqealar aslidagidan necha hissa mubolag'a qilingan holda qayd qilingancha, bu davrlarning shonliq tarixlari butunlay yo'qqa chiqarildi. Holbuki tarix shu qonliq voqealarning yuz berishiga sabab bo'lgan shart va omillar bilan birlashtirilgan asosda yozilishi kerak edi. Eng g'alati yeri shuki, Hazrat Alini haddidan ziyoda ulug'laydigan kishilar qabul qilg'ili bo'lmaydigan voqea va xabarlarni uning ustiga ortib, uni osal ahvolga tushirib qo'ydi. Bulardan ba'zilari Aliga bo'lgan haddidan ortiq sevgisi sababidan faqat Hazrat Alini ulug'lash uchun boshqalarni ko'zga ilmay, ularni Hazrat Ali va yaqinlarining haqqiga tajovuz qilguvchi o'ktamlar deb ko'rsatishga urindi. Hatto buning bilan qolmay, Hazrat Alining navralarini Qur'on hukmi bilan imomlikqa tayinlangan kishilar deb e'lon qilishdi. Ularni payg'ambarlarga xos sifatlar bilan ulug'lab, payg'ambarlar bilan teng o'ringa qo'ydi. Bu xil mubolag'alar islomning dastlabki mazgillarida yo'q edi. Hijriya 3-asrning oxirgi yillariga kelganda bu iqimlar paydo bo'lishga boshladi. Masalan, tunji fiqh olimlari Imom Abu Hanifa, Imom Malik, Imom Shafiy va Imom Hanbal qatorliqlarning asarlaridan bu xil mubolag'alar faqat tepilmaydi. Shuningga o'xshash ahli bayt jonglari bilan xalifalar va tunji musulmon rahbarlar orasida bir-biriga o'chmanlik qilishganligiga doir hech qanday dalil isbot tepilmaydi. Texmi muhimi, Shia kalimasining u davrda tarafdor bo'lish, qo'llash degandan boshqa hech qanday siyosiy va ideologiyalik ma'nosi yo'q edi. Keyincha bara-bara o'ziga xos fikr va e'tiqod shaklining nomiga aylandi. Bu fikrni rasmiylashtirish va atrofga yetish uchun o'tmish haqida tarqatmagan safsatisi qolmadi. Ular o'tmishdan shundoq bo'lmag'ur fikr va xabarlarni tarqatdiki, aslida bu kishilar bundoq narsalarni bilmaydi ham xiyollarga keltiribmi qo'ymaydi. Vaqt o'tgan sari Hazrat Ali tarafdorlariga sharoit to'liq yaratilg'achqa, o'zlariga dushman deb bilgan kishilarni osal ahvolga tushirish va o'z fikrlarini keng qanot yoydirish uchun o'zlari xohlagan narsaning hammasini tarix betiga yozaverdi. Shuning bilan musulmonlar orasida guruhvozlik qilish adab ketib, orada surkilish paydo bo'ldi va fursatparastlar oradan naf undirish uchun to'xtamay qatarashga boshladi. Buning natijasida botiniylik iqimi paydo bo'lib, mutaassib o'y-fikr va botil e'tiqodlar ko'payib ketdi. O'z vaqtlarida texi tarixni yozib qoldirish ishlari boshlanmagan edi. Bu ish Abbosiylar xalifasiga kelganda ondan boshlandi. Ammo Abbosiylarning tarix yozishidagi birdan-bir maqsadi Umaviylarni yo'qqa chiqarib, ularni tarix sahifasidan o'chirib etish edi. Abbosiylar o'z xalifaligini rasmiylashtirish uchun hal qilish kerak bo'lgan eng muhim masala mana bu edi.
Bu ish Umaviylar xalifligini butunlay qaralashqa, hatto Umaviylarning faqat Hazrat Osmonning o'chini elish bahonasi bilan xaliflik taxtiga chiqqanligi va hukumatning qon da'vosi uchun qurilganligiga qadar berib taqaldi. Bu ishlar yuz bergan vaqtda Hazrat Ali bilan hech qanday munosabati bo'lmagan nurg'un ishlar uning ustiga ortib qo'yildi. Payg'ambar alayhisalomning nomida yolg'on hadislar o'ydirilib, bu atalmış hadislarga binoan Hazrat Alining xalifalikka sayilinishi kerakligi, undan burun taxtga chiqqan xalifalarning muttaham ekanligi va ularning Alining haqqini tortib olganligi o'ttirg'a qo'yildi. Bu xalifalarning Hazrat Alidan texmi ustun ekanligi inkor qilindi va bir munchilg'an kitoblar yozilib, ustunlikning Hazrat Aliga mansub ekanligi jakarlandi. Halbuki Hazrat Alining bu ishlar bilan hech qanday aloqasi yo'q edi. Hazrat Ali va undan boshqa sahobalar bu o'ydirilgan so'zlar bilan birining ustidan so'z cho'chak tarqatmagan yoki bir kimga hujum qilmagan edi. Tarix xalq orasida mana shundoq har xil so'z cho'chak va rivoyatlar keng tarqalgandan keyin yozilishga boshladi. Tarixchilar xalqdan nemini anglagan bo'lsa, qilcha o'zgartmay o'z beti yozgan va ajdodlarining tarixlarini keyingi avlodlarga qoldirib qo'yish uchun o'zlari to'plagan barliq rivoyatlarni to'g'ri yoki xatoligiga qaramayla qayd qilg'achqa har xil rivoyatlar orasida o'zaro qarama-qarshilik kelib chiqdi. Natijada musulmonlar orasida maydonga kelgan har xil mazhab guruhlar o'ziga tava tarixchilar bergan ma'lumotdan boshqasiga parvo qilmaydigan va boshqalarni o'ydirmakash deb ayblaydigan holat shakllandi. Bizning nuqta nazarimiz bo'yicha obyektiv dalil isbot keltirish uchun bu temani texmi qiyinlashtiradigan bir masala shuki, biz uchur vositalar elib kelgan qulaylik va zamonimiz insonlarining amal mansabga bo'lgan erismanligi bilan bir-biriga qarshi elib berayotgan to'xtovsiz mujodala va hujumlarni o'lcham qilib turib, ayni chog'dagi ixtilofni kuzatyapmiz. Shundaqla zehnimizga o'rnab ketgan ayni vaqtda bir-biriga qarshi iqimlar orasida yuz bergan dushmanliklardan yo'lga chiqib, u davrning shart-sharoitlari bilan hisoblashmay va tekshirib tadqiq qilmayla baho beryapmiz. Shu haqiqatni unutmaslik lozimki, islomning dastlabki davrlarida Sham bilan Madina orasidagi musofa berib kelish uchunla 2 oylik yo'l edi. Bir elchi bu musofani bir qatim besib kelgicha yangi voqealar maydonga kelib, yangi masalalar o'tirg'a chiqib turg'achqa, jamiyat amonligini o'rnatish uchun koni voqea va masalalarni bir tarafga qayirib qo'yib, yangi masalalar bilan gaplashishga to'g'ri keladi. Bu voqealar kishidan kishiga, eg'izdan eg'izga ko'chish davomida voqeaning asl mohiyati ishonchlik bir xabarchining so'zlaridan tamoman farqli bo'lib chiqadi. Shunga ba'zida yetib kelgan xabarlarga odamning ishongisi kelmay, ish texmi murakkablashib ketadi. Kishilar xabarlarning qaysi biriga ishonishini bilolmay gangrab qoladi. Biz bugun u davr haqida so'zlaganimizda kallamizga telefon, simsiz apparat, radio, aeroplan va sun'iy hamrohga o'xshash xabarlarni 1 minut, hatto bir qancha sekund ichida yetkazib bera oladigan aloqalashish vositalarini keltirib olib, u zamonning sharoitlarini o'ylashmayla gap boshlaymiz. Amaliyotda xalifalar insonlar orasida amal mansab erismanligidan eng yiroq kishilar bo'lib, hatto boshqalarga bo'lgan hurmati yuzasidan ba'zi masalalar haqidagi ko'z qarashlarini bayon qilishdanmi o'zlarini chetga tortadi. Ba'zida sahobalarning biridan biror masala so'ralsa, u sahoba bu masalani boshqa bir sahobaga, u sahobimi yana biriga havola qiladi. Bu ahvol shu peti aylanib, oxir yana boshdagi shaxsga berib to'xtaydi. Biror masala haqida maslahat so'ralgan har bir zot manmanchilikdan faqat o'z hukmining kuchga ega bo'lib qolib, o'ziga ma'naviy bir mas'uliyatning yuklanib qolishidan qo'rqqanligi uchun fatvo bermaslikka va o'z ko'z qarashini bayon qilmaslikka tirishadi. Masalan, Hazrat Abu Bakr xalifalikka saylangan kuniga bir qarab boqaylik. U kuni Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar va Abu Ubayda qatorliqlar bir-birini nomzod ko'rsatish, kishilarning diqqatini o'zidan boshqa tarafga burash, o'zini bu mas'uliyatdan elib qochishga tirishgan edi. Hazrat Ali bu haqda to'liq obrazlik qilib mundoq deydi: bir tal urug'dan yeshillik paydo qilgan va shamolni yaratgan Allohning nomi bilan qasam qilamanki, agar bu voqeaga shohid bo'lmagan bo'lsam va qo'limda haq tarafda turish haqida dalil bo'lmagan bo'lsa, Alloh taolomi ilm egillaridan zolimning zulm qilishi va mazlumning izlishi oldida sukut qilmaydiganligiga doir va'da elib olmagan bo'lsa edi, bu ishga qat'iy parvo qilmaydim.
Dünya xiyolimga kirib chiqmaydi. Sizlar eng qimmatlik deb qaragan xalifalik maqomidan oddiy fuqaro bo'lishni afzal ko'rgan bo'ladi. Ham shu dunyoning butun mol boyliq, saltanat va dabdabasi bilan mening nazarimda bir o'chkining o'sirqichilik e'tibori yo'qligini ko'rgan bo'ladinglar. Biz bugungi zamonimizda amal va mansab erishmanligi, boshliq bo'lish savdosi va bu yo'lda ilib berilayotgan qonliq voqealar, qurol kuchi bilan almashayotgan hukumatlar, ixtilof va inqiloblardan zehnimizga o'rnab ketgan dogmaliklar bilan u davrni tasavvur qilmoqdamiz va baho bermoqdamiz. Halbuki bu nihoyatda cho'ng xatolik. Haqiqatda barliq sahobalar, bo'libmi xalifalar bir-birini bakmo hurmatlaydi. Izzat ikrom qilishadi. Hech kim bir-birini payg'ambar alayhisalomning do'stlari bo'lgan xalifalarni yaxshi ko'rgandek yaxshi ko'rmaydi. Biz bu yerda Hazrat Abu Bakrning, Hazrat Osmon va Hazrat Ali yoki boshqa sahobalarga maslahat solganligini, Hazrat Umarning Hazrat Osmon va Hazrat Ali bilan kengashganligini, Hazrat Umarning Madinadan ayrilgan vaqtda o'z o'rniga Hazrat Alini naib qilib qo'yganligini, Hazrat Osmonning bir muncha ishlarda Hazrat Alining fikrini olganligini bir-birlab so'zlab o'ltirmaymiz. Hatto ba'zi nodon kishilar, xalifalar o'z manfaatlarini qo'g'dash uchun boshqa sahobalar bilan yaqin o'tishga tirishadi deb bu ishni yomon tarafga tortishdan yanmaydi. Alloh saqlasin. Biz bu yerda xalifalarning, sahobalarning bolalarini, bo'libmi ahli bayt bolalarini naqadar izzatlaydiganligi haqida bir oz to'xtalib o'tamiz. Ondan bir xalifaning o'zidan burungi xalifaga qaysi ko'z qarash bilan qaraydiganligini tadqiq qilamiz. Ondan keyin mayli Umaviy yoki Abbosiylarning ahli bayt cho'nglariga va barliq ahli bayt a'zolariga tutgan pozitsiyasiga bir qo'r ko'z tashlab chiqamiz. Va bu orqali u davrda ikki taraf orasida maydonga kelgan voqealar haqida kallamizga o'rnab ketgan ko'chirma o'smanlikning haqiqiy yuzini ko'rib olishga tirishamiz. Bu yerda deyilgan ikki taraf Hazrat Ali va Hazrat Muaviyadir. Bir qatam Hazrat Umar payg'ambar alayhisalomning sahobalariga kiyim tarqitib berdi. Ammo tarqitilgan kiyimlar ichida Hazrat Alining ikki o'g'li Hasan va Husaynga dal kelgudek kiyim topilmadi. Shuning bilan Hazrat Umar Yamanga odam avatib, bu ikkalanga maxsus kiyim buyurdi. Kiyim yetib kelib, u ikkisiga kiygizilgandan keyin, "Endi xotirjam bo'ldim" dedi. Yana bir qatam Hazrat Umar Hazrat Husaynni bir ish bilan huzurga chaqirdi. Husayn bu vaqtda undaq deydi: Xalifa Umarning amriga binoan uning huzuriga ketib o'tib, yo'lda o'g'li Abdullah bilan uchrashib qoldim va uningdan "Nerdan kelyapsan?" deb so'radim. U Xalifa Umar bilan ko'rishmoqchi bo'ldim. Huzuriga borgan edim, lekin u meni qabul qilmadi dedi. Men bu gapni anglab, undaqda menimi qabul qilmag'idek deb o'ylab orqamga yondim. Dal shu vaqtda Hazrat Umarning o'zi bilan uchrashib qoldi. U mendan: "Ey Husayn, men seni chaqirtgan edim. Sen demoqqa kelmading?" deb so'radi. Men: "Ey mu'minlarning amiri, yo'lda o'g'ling Abdullah bilan uchrashib qolib, uni huzuringga olmaganligingni uqdim. Shunga menmo orqamga yondim" deb javob berdi. Buni anglagan Umar: "Sen mening nazarimda Abdullahdan e'tiborliqsan" deb g'udunishib ketdi. Hadisshunos Tirmiziy Hazrat Umarning Hazrat Abu Bakr haqida u bizning kattamiz, eng xayrlikimiz va Rasululloh eng yaxshi ko'radigan muhtaram zotdir deganligini qayd qilgan. Imom Buxoriy va Imom Hanbali naql qilgan bir rivoyatda mundaq deyilgan: Hazrat Alining o'g'li Muhammad ibn al-Hanafiyya deydiki, men dadamdan insonlarning ichida payg'ambar alayhisalomdan qolsa kim eng xayrlik deb so'radim. Dadam Abu Bakr deb javob berdi. Men ondan qolsa-chu deb so'radim. Dadam Umar dedi. Men uning Osmon deyishidan andish qilib turatdim. Men yana undan qolsa sen, shundaqmi dada dedim. Dadam menga yo'q, men faqat musulmonlar orasidagi odatdagi bir kishiman deb qo'polroq deydi. Yana bir kuni bir kishi Hazrat Alidan Hazrat Abu Bakr va Umarga bo'lgan ko'z qarashini so'radi. Hazrat Ali u kishiga: "Men bu haqda eng ko'p ma'lumotga ega kishiman. Allohning nomi bilan qasam qilamanki, har ikkilisi hidoyat rahbarlari bo'lib, o'zlari to'g'ri yo'lda menish bilan birga boshqalarni har doim bu yo'lda menishga undaydi. Shundaqla har ikkilisi voyaga yetgan murshid bo'lib, islohotchi va shafqatkor edi. Har ikkilisi dunyo lazzati, harom va yomonlikdan saqlanib,
pokiz vujud va saf aqida bilan bu dunyodan ayrildi. Allah Hazreti Abu Bakr va Umarlarni toki qiyomat qoyim bo'lganga qadar ulardan keyingilarga o'rnak bo'lg'idek alg'a keltirdi. Allohning nomi bilan qasam qilaman. Axloqiy fazilatda hech kim u ikkisi yetgan martabaga yetolmaydi. U ikkisi keyingi avlodlar shartsiz o'rnak olish kerak bo'lgan tangdoshsiz rahbarlardir degan edi. Hazrati Ali Kufa shahrida qozilik qilayotgan vaqtida bir kishi uning huzuriga kirib keldi va ey insonlarning eng xayrlisi, mening bunu masalamni bir hal qilib bergan bo'lsang, Allohga qasam ichamanki, sendan xayrlikroq birini ko'rmadim, deb xitob qildi. Hazrati Ali u kishini yaqinroq kelishga buyurdi. Ondan u kishidan sen payg'ambar alayhisalomni ko'rib boqdingmi deb so'raydi. U kishi yo'q deb javob berdi. Hazrati Ali yana undaqda Hazrati Abu Bakr bilan Hazrati Umarni ko'rganmiding deb so'raydi. U kishi yana yo'q, ko'rmagan edim deydi. Shuning bilan Hazrati Ali agar payg'ambar alayhisalomni ko'rganligingni aytgan bo'lsang, kallangni kesib tashlagan bo'lardim. Agar Hazrati Abu Bakr bilan Hazrati Umarni ko'rganligingni aytgan bo'lsang, cho'qim bir yering zaxmlangudek darajada darra urgan bo'lardim deydi. Hazrati Alining yanida Hazrati Abu Bakr haqida gap bo'lsa, u hammamizni besib tushdi. Jenim ilikida bo'lgan Allohga qasam qilamanki, qaysi bir xayrlik ishga tashabbus qilinsak, Abu Bakr u ishda cho'qim bizni besib tushyapti deydi. Bir kuni bir kishi Hazrati Alidan ey mu'minlarning amiri, muhojir va ansorlar nima uchun xalifalikka seni tanlamay Hazrati Abu Bakrni tanladi deb so'radi. Hazrati Ali uningga u o'zining musulmon bo'lganligini mendan burun ochiq e'lon qildi. Mendan burun hijratga otlandi. Payg'ambar alayhisalom bilan g'arda billa turdi. Allohning nomi bilan qasam qilamanki, agar Abu Bakr o'z xususiyatlarini yo'qotib qo'ygan bo'lsa edi, islom dini cho'ng talofatga uchrab, musulmonlarning Talutning oyoqlaridan hech qanday farqi qolmagan bo'ladi. Alloh taolaning Qur'on Karimda insonlarni ayblab etib, Hazrati Abu Bakrni maqtaganligini sen bilamsan? Alloh taolo mundaq deydi: agar sizlar Allohning payg'ambariga yordam qilmasanglar, Alloh yordam qiladi. Allah haqiqatan uningga yordam qilgan edi. O'z vaqtida kofirlar uni Makkadan haydab chiqargan edi. Uningga faqat bir kishi, ya'ni Abu Bakr Siddiq hamroh edi. Ayni zamonda u ikkisi g'arda edi. Rasululloh hamrohiga g'am qilmagan. Allah haqiqatan biz bilan billa deydi. Allah Abu Bakrga rahmat qilsin deb javob berdi. Umaviylar va Abbosiylar davridimi mayli Hazrati Abbos yoki Hazrati Ali nasabidan bo'lsin, hammasi Bani Hashim nasabidan bo'lgan barliq kishilarga cho'nqur ehtirom bildirdi. Bu ehtirom va hurmatni keng xalq ommasi va davlat arboblarimi qabul ko'radi. Bani Hashim nasabidan biri xalifaning huzuriga kirganda, xalifa oliy ehtirom bilan qizg'in kutib olib, o'zining yenidan o'rin beradi va chiqadigan vaqtidami nihoyat takalluf bilan uzitib qo'yadi. Abbosiylar xalifaligidagi Ma'mun bu vaqtda eng ulgulik namuna bo'lib, u Hazrati Alining nasabidan bo'lgan Ali Rizoni o'zining o'rin bosarligiga tanlagan edi. Shubhisizki, bu ish uning Hazrati Ali nasabidan bo'lganlarga naqadar izzat ikrom ko'rsatganligining bir dalilidir. Uning ustiga bu nasabdan kelganlarning hammasi haqiqatan yaxshi rahbar, hidoyat yetakchisi, oliyjanob va taqvodorlar edi. Shunga ularga loyiq bo'lgan hurmat va ehtirom bildirilib turadi. Bu ahvol Hijriya 3-asrning oxirgi mazgiligacha, ya'ni bir muncha kishi o'zining bu nasabdan kelganligini davron silib, botinilik mazhabi taraqqiy qilishga boshlagan Qarmotilar, Zangilar harakati va Ubaydilarga o'xshash bir qator bid'at harakatchilari avj olg'ichi davom qildi. Bu siyosiy harakatlarni elib boruvchilarning hammasi o'zlarining Hazrati Alining nasabidan ekanligini o'ttirg'a qo'yishadi. Amaliyotda undaq emas bo'lib, ular davomlashib kelayotgan sistemani buzib tashlashga va musulmon xalqni qaymoqtirib, hukumatni ag'dirib tashlashga urindi. Shuning bilan bir vaqtda musulmonlarning jihad va kurashchi ruhini suslashtiradigan zohidlik va tasavvuf to'niga o'rnib olgan boshqa iqimlar o'ttirg'a chiqdi. Bularning maqsadi musulmonlarni xoniqa g'ayribligi bilan zaharlab, islom jamiyatining harakatlantirish kuchini o'ltirish va bu orqali ularni ala to'polonga qarshilik bildirmaydigan, hatto erangishib ketmaydigan xomush holga tushirib qo'yish edi.
Aslida bu iqimlarning hammasini bir-biriga chetishliq deb qarashqimi bo'ladi. Chunki hammasining yiltizi Iran majusiyligiga berib tutishadi. Buning bilan tanasuh, ya'ni inson o'lgandan keyin ruhning boshqa bir badan orqali yangidan tug'ilishi va hulul, na'uzubillah, Allohning odam va narsalar bilan birlashishi qatorliqlarga o'xshash o'rtaq bir falsafiy xarakterni ifodalamoqda edi. Shuningdek, shahvoniy orzu-havaslarni qondirish uchun ibohiyachilik, ya'ni jinsiy faoliyatda cheksiz erkinlik va mol-mulk o'rtoqligini talab qilishadi va fursat topgan hamon bu ishlarni ochiq-oshkora elib boradi. Fursat topolmasa, maxfiy yurgizadi. Ana shu davrlardan e'tiboran musulmonlar bilan bu ozg'un iqimlar orasidagi yo'chuq borgan sari cho'ngib bordi. Tunji ayrimchi guruhlar o'zlariga ahli shiat, ya'ni shialar, Hazrati Ali tarafdorlari degan sifatni berishadi. Ularning qarshisidagi xalq bo'lsa, ahli sunnat deb tanilgan musulmon xalq edi. Keyincha musulmonlar bilmaydigan bir qator yot fikr va har xil falsafalar paydo bo'lib yeyildi. Hazrati Alini qo'llaydigan, ammo e'tiqodiga hech qanday bir nuqson aralashmaganlar farqli nomlardagi ba'zi mazhablarga tava bo'lsa-mu, yanala musulmon hisoblanadi. Bularga qarshi e'tiqodlarga yot va botil fikrlar aralashib ketgan ba'zi firqalar garchi o'zlarining musulmon yoki shia ekanligini har qachon kuchab targ'ib qilsa-mu, ammo musulmon hisoblanmaydi. Mayli Umaviylar yoki Abbosiylar mazgilida ahli bayt duch kelgan besim, zulm va qatlamlarga kelsak, aslida bu falokat ular bilan cheklanib qolmay, aksicha mayli ahli bayt bo'lsin yoki bo'lmasin, amal mansab savdosiga cho'mganlar va qo'zg'algan xalq ommasining hammasining beshiga keldi. Masalan, bu vaqalarning qurboniga aylangan Hazrati Alining o'g'li Hazrati Husayn ahli bayt bo'lsa, Zubayr ibn Avvamning o'g'li Abdullah ahli bayt emas edi. Shuningga o'xshash Hazrati Husaynning navrisi Zayd ibn Ali ahli bayt edi. Ammo Amir ibn Said ibn al-As ahli bayt emas edi. Ahli baytning ustidagi bu besim Abbosiylar davrida davomlashdi. Masalan, Xalifa Mansur Hazrati Hasanning navralari Muhammad va Ibrohimni o'ltirgandan sirt o'z tog'asi Abdullah ibn Alini va Abu Muslim Xorasoniyni o'ltirdi. Demakki, bu siyosiy jinoyatlar faqat ahli bayt bilan cheklanib qolmagan. Dal uning aksicha, qaysi nasabga mansub bo'lishidan qat'iy nazar hukumatga qarshi chiqqan kishining har qandig'iga tahdid silinadi. Amal mansab savdosi hamma narsadan ustun va eng ulug' nishon bo'lib, bu yo'lda to'xtamay qon oqatdi. Hatto ba'zi kishilar o'z oila tavobatlariga, o'z farzandlariga qarshi qonliq janglarga otlanib ketadi. Mana shu shart-sharoitlarda amaldorlarga qarshi chiqmagan, siyosiy vaqalarga qatnashmagan zotlar o'zlarining ijtimoiy o'rinlarini izchil qo'g'dab qoladi. Hech kim ularga chiqolmaydi, ranjitalmaydi, izzat hurmatiga daxli ta'ruz qila olmaydi. Masalan, Hazrati Husaynning o'g'li Ali Zaynul Abidin, Muhammad Bakir, Ja'far Sodiq, Ali Rizo, Muhammad al-Javad, Aliyul Hadi, Hasan al-Askari va bulardan burun yashagan Hazrati Alining o'g'illari Hazrati Hasan va Muhammad ibn al-Hanafiyya qatorliqlar bu xil ig'ir ahvolga duchor bo'lmagan edi. Ba'zida ularning ustidan shikoyatlar qilingan bo'lsa-mu, xalifa haqiqiy ahvolni egallagandan keyin ko'rilgan bu nomuvofiq masalalar yuzasidan ulardan kechirim so'ragan, hatto ularga uyg'un bo'lgan izzat ikromlar bilan ularni mamnun qilgan edi. Faqat musulmonlarni parchalab, ularni bir-biriga zid guruhlarga bo'lish maqsadida nihoyat hayajonli bir shaklda aytilib kelayotgan bu zulmlar aslida ulardan boshqalari qilingan zulmlarning dal o'zi edi. Amaliyotda ularning oralarida e'tiqod va fikr ixtilofi yo'q edi. Diniy e'tiqoddagi farq keyincha yomon niyatli kishilar tomonidan islomga aralashtirib etildi. Bu vaqalardan necha asr keyin yashagan nasllar bu masalalarni inchikilab tadqiq qilib, asl mohiyatini isbotlab chiqmag'achqa, ularni